Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görgüçlər. Bu qatımlıq haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımıza gəlginlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Xitay Uyğurlarını umumiyüzlük dinsizlaşdırışını küçəytməkdə. Xitay dairələri Uyğur oxuculardan və aillərdən dinə etiqad qılmaslıq vədinaməsiga məcburi imza qoydurğan. İşğalçı kommunist Xitay təcavüzçiləri din bilan fən sığışalmaydı degan səpsətisi bo'yicha Sharq Türkiston xalqini dinsizlashtirish uchun o'quvchilarni dindan ayirib yiroqlashtirish, fənni ma'rifni bahona qilib dinni ma'rifdan savodsiz qoldirish uchun Uyg'ur o'quvchilarining dinga e'tiqod qilmaslik, dinga ishonmaslik, diniy faoliyatlarga qatnashmaslik, diniy materiallarni ko'rmaslik, o'qimaslik, diniy kiyimlarni kiymaslik, masjidlarga bormaslik qatorliq va'dinomaga imzo qo'ydirdi. Bu yo'lsiz siyosat vatanimizning qaramaydi yo'li qo'yilishga boshlagan bo'lib, bu yilgi Qurban hayit namozlarida butun masjidlarning va yo'l egizlarining oldiga soqchilarini va yaloqchi kadrlarini to'kiyotgan bo'lib, har yilqidek bolalarni hayit namoziga elib kelgan kishilarning bolalarini masjidlarga kirgizmaganligi va bu sababli surkilish kelib chiqqanligi ma'lum bo'lmoqda. Hatto Xitoy tajovuzchilari bu va'dinomaga imzo qo'ydirgan ota-onalarga tahdid ishlatib, agar balanglar har qanday bir diniy faoliyatga qatnashsa, ularni darhol maktabdan haydaymiz degan. Xitoy tajovuzchilari o'quvchilarning dinga e'tiqod qilmaslik va'dinomasini e'lon qilgan uqtirishda mundaq deyilgan: diniy oshqun ideyalarning singib kirishini to'sish va oldini olish, maktablarning normal o'quv o'qitish, ta'lim-tarbiya xizmat tartibini qo'llash uchun ma'rif qonunidagi ma'rif bilan din ayrim bo'lish prinsipiga asosan men tövəndikidək vədi beraman. Birinci, hech qandaq dinga va bid'at dinlarga qat'iy ishonmayman. Har qandaq diniy faoliyat soruniga kirmayman, hech qandaq diniy faoliyatlarga qatnashmayman. Diniy tus olgan kiyimlarni kiymayman. Ikkinchi, millatlar ittifoqiga foydasiz bo'lgan ishlarni qilmayman. Millatlar ittifoqiga foydasiz gap-so'zlarda bo'lmayman. Fitna ig'voga ishonmayman, ig'vo tarqatmayman, yolg'on yovdoq gap to'qimayman. Uchinchi, qonunsiz o'qishliqlarni va diniy tashviqot buyumlarini o'qimayman, tarqatmayman. Qonunsiz diniy unsin asarlarini anglamayman, ko'rmayman va tarqatmayman. 4. Maktabning qoida tuzumlariga qat'iy rioya qilaman. Davlatning qonun tuzumlarini himoya qilaman, siyosiy ong saviyani yuqori ko'tarib, yaxshi odat yetildirib, tirishib o'rganib, fanni bilimlarni egallayman. Uqtirishning davomida oila boshliqlariga farzandlarini diniy faoliyatlarga qatnashtirmaslik uchun tövəndikidek shartlarni qo'ygan. Birinchi, oila tarbiyasidagi asosiy yetakchilik rolimizni yaxshi joriy qildirib, maktabning va munosabatlik o'rinlarining bolalarni yaxshi tarbiyalashdagi ma'rifning yetakchilik xizmatiga aktiv moslashimiz. Ikkinchi, tashabbuskorlik bilan bolalarimizga Qur'oniga yetmaganlarning diniy faoliyatlarga qatnashmaslik va diniy so'rovlarga kirmaslik to'g'risidagi masalalarni tushuntiramiz. Bolalarimizning qonunsiz diniy faoliyat to'g'risidagi tushunchasini oydinlashtiramiz. Uchinchi, bolalarimizni Qurban hayit, Ro'za hayit qatorliq bayram mezgilidagi diniy marosimlarga qat'iy qatnashtirmaymiz. Bolalarga bo'lgan tarbiyani kuchaytirib hamda aktiv tarbiyalar orqali do'st birodarlarni qonun tuzumga rioya qilishga yetaklaymiz. Аңлы qalda diniy oshqun ideyalarning singib kirib chiritishdan to'sib, qonunsiz diniy faoliyatlar bilan tashabbuskorlik bilan kurash qilib, bolalarimizga yaxshi bo'lgan oilaviy o'sib yetilish muhitini yaratib beramiz. Xitoy doiralari yuqorqidek bema'ni uqtirishlarni tarqatib, o'quvchilar va ota-onalarni uqtirishga majburiy imzo qo'ydirish, qarshilik ko'rsatganlarni qattiq bostirish orqali Uyg'urlarni butunlay yo'qotish va dinsiz qilib chiqishni maqsad qilgan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari bu yo'lsizligi bilan o'zlarining atalmish asosiy qonundagi har millat xalqi o'zi xohlagan dinga e'tiqod qilish erkinligi bor degan moddasiga o'zlari xiloflik qilish orqali jinoyat sodir qilmoqda. Xitoy doiralari muqimlikni saqlash uchun kanitlarga charlash mototsikleti tarqatib berdi. İşğalçı Xitay dairələri Sharq Türkistanның Kucha nahiyesidagi 13 kanitga 13 tane charlash mototsikleti tarqatib berdi. İşğalçı Xitay dairələri Sharq Türkistanda o'zining zo'ravonlik qilmishlarini yoshirib, hokimiyatini saqlab qolish uchun har xil choralarni qo'llanishi orqali Xitoy hokimiyatining Sharq Türkistonda elib berayotgan qarshilik harakatlariga qarshi turish uchun muqimlikni kuchaytirishni maqsad qilib, cho'moqchilarning ko'ch charlash ishlarini yaxshilash uchun Xitoylarga sodiq bir qism yollanmalarga charlash mototsikleti tarqatib bergan. Xitoyning Tangritog' turbetida ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Kucha nahiya Oqo'ston yezisidagi 13 kanitga umumiy qiymati 78 ming yuanlik 13 tane charlash mototsikleti tarqatib berganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy doiralari bir qism sodiq qullarga motosiklet tarqatib berish orqali josuslikni kuchaytirib, vatanimizdagi ishg'olchi Xitoylarning muqimligini qo'g'dash nishoniga bu orqali yetmoqchi
ve fidoilarga qarshi turmoqchi bo'lmoqda. Xitoy turmasida yana bir Turkiya fuqarosi Uyg'ur o'ldirildi. Turkiya vatandaşlığındaki 21 yoshlik Uyg'ur yigit Abdullajon Xitoy turmasida o'ldirildi. 9 oktyabr sahar Guangshining Pingshan turmasidagi saqchilar 9 oydan buyon mazkur turmaga qamalgan 21 yoshlik Uyg'ur yigit Abdullajonning o'lganligini oilasilarga xabar qildi. Abdullajonning Turkiyada o'ltirishiq dadasi Abdulmannan og'ir hasrat ichida o'g'lining o'limi haqida to'xtaldi. Uning bildirishicha, amdili 21 yoshga kirgan Abdullajon 18 yildan buyon yuz ko'rishmagan dadasi bilan jam bo'lish uchun bu yilning boshida safarga otlangan. Abdullajon Beijingdagi turk elchixonasidan qonunliq Turkiya pasportiga erishgan. Halbuki Xitoy doiralari Abdullajonni turk pasporti bilan chegaradan chiqishga yo'l qo'ymagan. Amonsiz qolgan bu oila o'g'lining qochoq yo'l bilan bu yilning boshida Vyetnamga berishini, u yerdan Turkiyaga kelishini o'rinlashtirgan. Abdullajon oxiri dadasi Abdulmannan bilan bu yil 1-oyda Vyetnamda uchrashgan. Turkiyadagi boshqa 3 nafar Uyg'ur muhojirmi mush yo'l bilan bolalarni akilish uchun Vyetnamga birga kelgan. 27 yanvar kuni ular Hanoy xalqaro aerodromidan Turkiyaga uchadigan chaqda Vyetnam saqchilari Abdullajonni va uning bilan birga safarga otlangan va qonunliq turk pasporti ko'targan qolgan 3 nafar Uyg'ur yoshni biroqli tutqun qilgan. 2 kundan keyin ular Vyetnamdan Xitoyga qaytarilgan va Guangshining Pingshan turmasiga so'langan. Shuningdan buyon oilasilar ularning xabarini ololmagan. Aradan 9 oyga yaqin vaqt o'tganda Xitoy saqchilari yosh Abdullajonning turmada o'lganligini oilasiga uqtirgan. Türk fuqarosi bo'lgan Abdullajonning Xitoy turmasida o'lishi bu o'limga qayg'urgan har bir kishining kallasiga shartsiz holda gumon keltirdi albatta. Dadasi Abdulmannan qarimning ayrilib 18 yildan keyin Vyetnamda ko'rishgan o'g'lining ko'rishgan chog'dagi ruhiy holatining yaxshiligi va sog'lomligining yaxshiligi haqida deganlar bo'lsa, bu gumonni texmi oshirdi. Xitoy doiralari bu haqda jamoatchilikka aniq bir tushuncha berishi kerak. Abdullajonning Xitoy turmasida tutqun vaqtida uning og'riq sababidan o'ldi deb xabar bergan saqchilar bu haqda texnicha qoyil qilarlik biror tushuncha bermagan. Uning ota-onasidan egallagan ma'lumotlarimizga ko'ra, uning hozirgacha hech qanday kasali yo'qligini bildirdi. Navbatda Yarkandagi tuqqanlari uning jinozasini yurti Yarkanga elib ketish uchun to'ntish mashinasidan tortib, har ishni to'liq bajarib kelgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari mayitni elib ketishga har xil bahonalarni ko'rsatib qo'shilmagan. Oila oxiri mayitni shu yerdagi bir musulmonlar qabristonligiga dafn qilgan. Aloqador tashkilot va o'rinlarning bu ishga Turkiyaning Xitoy turishliq elchixonasidagilarning aralashishi eng o'rinli deb qaramoqda. Navoda undaq bo'lmaganda Turkiya kimligi olgan turkistonliklarning va yoki boshqa davlat fuqarolarining Xitoydagi bexatarligi hech qanday kafolatga ega emas deganlikdir. Ya'ni Turkiya hukumatimi o'z fuqarolarining o'lim qilimi qolgan shu davlatning xohishi bo'yicha bir taraf qilinaversa bo'laverdi deganlikdir. Buning uchun bu jihatda uvalchilikqa uchragan Turkiya kimligiga ega fuqarolarning Türk hukumatidan haqqini da'vo qilishda ching turishi, shundaqla Turkiya hukumatimi bu masalani yolg'iz ikki davlat o'rtasidagi nozik masala qatorida qarab, o'zini chatga elishga tirishishdan voz kechishi lozim. CIA istihbaratchisi Amerikaning tuyuq yo'lga kirib qolganligini bildirdi. Bin Ladenni tutgan CIA istihbaratchisi Michel Sikoir, Amerika Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urush qilmasligi kerak dedi. Osama bin Laden 1996-yili Amerikaga urush e'lon qilgandan keyingi mezgillarda Amerika xalqining durust va aqlliq bo'lmagan boshliqlarini saylaganligini bildirgan Sikoir, bu boshliqlarning Amerikani islomga qarshi tarixda elib borgan qonliq urushlarning ichida eng ig'irining biri bo'lgan urushga so'rab mengayotganligini ilgari surdi. Amerikaning Iroq-Sham islom davlatiga qarata boshlagan urushdagi ziyonning Afg'oniston va Iroq urushlarida o'lgan va meyib qolgan Amerika askarlarining sonidan xeli ko'p bo'lganligini o'ttirib qo'ygan Sikoir, Amerikaning Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urushga tutish qilmasligi haqidagi sabablarni turlar bo'yicha mundaq bayon qildi. Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urush ichiga kirmasligimiz kerak. Chunki Iroq-Sham islom davlati g'arbliklarning beshini kesish orqali Amerikani bu tuzoqqa dastishni o'ylayotdi. Nima uchun? Chunki Amerikaning musulmonlar yashaydigan bir davlatga aralashishi islom davlati deb e'lon qilingan Iroq-Sham islom davlatining texmi ko'p iona, odam kuchi va xalqning qo'llashini qo'lga keltirishiga foydalidir. Amerikaning Iroq va Suriyaga qarata aralashishi aslida o'ngishmoqchi bo'lgan vaziyatni texmi barbodlashtirib etadi. Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urushga kirmasligimiz kerak. Chunki bu urushda takror mag'lub bo'lamiz. Buning bilan musulmonlar orasida Amerikaning favqulodda kuchining tugashganligini va yoki dushmanlarni yo'q qilishni haqiqiy xohlab ketmaydiganligini
buning uchun bu urushni sabr va fidokorlik bilan oxirlashtirishga bo'lganligini tunib yetishga boshlaydi va bu qarash kuchlanadi. Amerika, Angliya, Kanada va Avstraliya Iroqda, Afg'onistonda islomiy kuchlarni yengish jihatda qanchalik darajada chorasiz ekanligini aslida isbotlab bo'ldi. Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga kirmasligimiz kerak. Chunki o'ylamasdan qonunsizlarcha harakat qilgan Barack Obama parlamentdan ma'qullik olmaylar Suriyaga hujum qilish orqali asosiy qonunni dafsanda qildi. Amerikaning Arab davlatlari birligi bilan ittifoqdoshlik qurganligi sunniy musulmonlarning o'ngida o'zlarini azgan diktator kuchlarning Amerikaning qo'llashi bilan hukmronlik qilyotidi degan qarashni haqiqiy tiklaydi. Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga kirmasligimiz kerak. Chunki biz bir millat bo'lish sifatimiz bilan tugashkili turdik. Bu urushga bo'lgan aralashishimiz texmi uzunga so'zilib ketadi va bu biz uchun intayin qimmatga to'xtab ketadi. Islom davlatini tamsil qilgan Iroq Sham islom davlatining nishonimi aslida Amerikaning iqtisodini ziyonga uchratish emasmi? Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga kirmasligimiz kerak. Chunki bu urush davom qilganicha Obama va uning hukumati Amerikaliklarni muhofazat qilish nomida Amerikaning asosiy qonunini va inson haqlarining bayonnomasini dafsanda qilishni davom qildi. Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga kirishimizning hojati yo'q. Chunki biz Shimoliy Amerika qit'asida yashayapmiz. Bizning dushmanimizning bizga kelishi uchun kerakli bo'lgan dengiz qatnash va havo qatnash kuchi yetarsiz yoki yo'q deyarlik. Hong Kong vaziyati dunyo jamoatchiligining diqqat markazida bo'lmoqda. Hong Kongdagi demokratik namoyishning taraqqiyoti va Xitoy doiralarining Hong Kongliklarning talabini qanday hal qilishi Xitoy ishg'oli ostidagi Tibet, Uyg'ur va Mo'ng'ullarning talablari va bu rayonlardagi siyosatlarga bevosita ta'sir qilganligi ilgari surilmoqda. 1997 yildan buyon Xitoy kommunistlarining qo'l ostiga o'tgan ham bir davlatda ikki xil tuzum degan qoidasi bo'yicha yashayotgan Hong Kong, o'zini o'zi idora qilish oliy avtonomiyasida yashab kelgan Hong Kong o'quvchilarining namoyishi dunyo jamoatchiligining diqqat markazida bo'lmoqda. Xalqaro axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarda Hong Kong vaziyatining Xitoyni og'ir ahvolga tushirib qo'yganligi, Xitoyning bu masalaga to'g'ri qaramasa ahvolning texmi jiddiylashib ketadiganligi, hatto namoyishning umumiy xalq norozilik harakatiga aylanib ketadiganligi, Hong Kong doiralarining Xitoy markaziy hukumatining besimi ostida dastlabki qitim o'z xalqiga kuch qo'llanganligi haqida fikr taxminlar aytilgan. Hong Kongdagi voqealar bu zanjirsimon ranglik inqiloblarning navbatdagi guruhisida emas, balki nihoyatda jiddiy bir voqea bo'lib, mundaq ahvol endi Singapurda yuz berishi mumkin. Maqolada G'arbning dastlabda Uyg'ur diyoridagi vaziyat orqali endi bo'lsa 1989-yilgi Tiananmen voqeasidek yana shu Hong Kong o'quvchilari orqali Xitoyni ta'virtishga uringanligi ta'kidlangan. Qozog'iston strategik tadqiqotlar institutining bosh ilmiy xodimi, siyosatshunoslik fanlarining doktori Konstantin Siroyishkin Hong Kongda qiyinlashgan vaziyatning murakkab ekanligini ko'rsatib, Xitoy doiralarining ilgari Hong Kongliklarning o'z rahbarlarini saylash huquqiga ega ekanligini va'da qilgan bo'lsa-mu, endi bundan yoltib olganligi sababidan shunday vaziyatning borliq kelganligini ilgari surib, mundaq dedi. Bu albatta Xitoy rahbarligining xatoligi. Buni qilmaslik kerak edi. Agar saylam bevosita o'tkaziladigan bo'lsa, bu yerda qo'rqadigan biror narsani men ko'ra olmayapman. U Hong Kong voqeasining Suriya, Ukraina va boshqa mamlakatlardagidek ranglik inqilobga aylanib ketish xavfining yo'qligini, qandaqli shaklda bo'lmasin, Xitoyning ularni bostirib tashlaydiganligini ta'kidladi. Siyosatshunos Aydo Saram bo'lsa, Hong Kongning uzun vaqtdan buyon xuddi odam tenining bir a'zosidek Xitoyning bir bo'ligi bo'lib kelganligini, Xitoyning uningdan ayrilg'isi kelmayotganligini bildirdi. U shunaqla Hong Kongda demokratiyaning ma'lum bir vaqt hukm surganligini, Xitoyning bu yerdagi har xil jinoiy kapitalistik guruhlarni tutib turib, butkul Hong Kongni endi o'ziga qartib olib, ichkiri Xitoy qonunlarini o'rnatishning intayin qiyin ish ekanligini o'tirib qo'ydi. U mundaq dedi: Ozodlikqa, erkin ovoz berishga, saylamga qatnashishga o'ginib kelgan xalqni birdilla kommunistik yo'nalishda elib menish aqlga sig'maydi. Shuning uchun men biror kelishim tepildi deb o'ylayman. Xitoy hukumati o'zimi buningga majbur bo'ldi dedi. Hong Kongdagi demokratik namoyishning taraqqiyoti va Xitoy doiralarining Hong Kongliklarning talabini qanday hal qilishining yaqinqi yillardan buyon Xitoyning beshini qatirayotgan Tibet, Uyg'ur va Mo'ng'ullarning talablari va Xitoy doiralarining bu rayonlardagi milliy siyosatni qanday yurgizishi qatorliq masalalarga bevosita ta'sir qilganligi ilgari surilmoqda. 10 oktyabr juma kuni kechda o'tkazilgan o'quvchilar yig'ilishiga taxminan 100 ming kishi qatnashib, o'quvchilarning demokratik namoyishni davomlashtirishni qo'llaydiganligini bildirdi. Hong Kong o'quvchilar birlashmasi va bilim egalari jamiyatining mas'ullaridan Jo Yongkang, Huang Jifeng qatorliqlar muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, 100 mingdan ortiq Hong Kongliklarning kechlik yig'ilish qatnashib,
o'quvchilarning namoyishini qo'llaydiganligini bildirishi o'quvchilarni hayajonga solib, ularning namoyishini davomlashtirishiga ilhom berganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha 9 oktyabr kechda Hong Kong hukumat doiralarining bayonot berib, o'quvchilar bilan suhbatni o'z oldiga bekor qilish qarori elishi namoyishchi o'quvchilarni g'azablantirgan va umidsizlantirgan bo'lsa, texmo ko'plagan Hong Kong fuqarolari o'quvchilarga hissashlik qilish, o'quvchilarni qo'llash pozitsiyasini ifodalagan. 10 oktyabr juma kuni atgandan boshlab Hong Kong valiy mahkamasi joylashgan maydon oldida va hukumat xizmat binosiga tutishadigan yo'lga maxsus chidir qurib, tunash orqali o'quvchilarni qo'llash harakati boshlangan. Xalqaro matbuotlarning juma kunidagi xabarlarda Xitoy doiralarining nima uchun Hong Kong o'quvchilari bilan suhbat o'tkazish qarorini bekor qilganligi haqidagi xabar analizlari asos salmoqni egalladi. Analizlarning ba'zilarida Xitoy doiralarining Hong Kong o'quvchilari o'tirib qo'yayotgan demokratik talablarga javob berishdan bosh tortayotganligi va Hong Kongda davomlashayotgan demokratiya talabining Xitoy quruqligi ichiga kengayib ketishdan ansirayotganligi uchun suhbatni bekor qilganligi ilgari surilgan bo'lsa, yana ba'zi analizlarda Xitoy doiralarining navbatda Xitoy davlati tavalligi ichida yashayotgan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq nomda avtonomiya huquqiga ega deb e'lon qilingan joylarning muqimligiga ta'sir etishdan ansirayotganligi sababidan Hong Kong o'quvchilari bilan bo'lgan suhbatni orqaga surayotgan bo'lishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Yana bir tarafdan namoyishning kuchayishiga ergashib, Hong Kong valisi Liang Jining o'quvchilarning vakillari bilan ko'rishishni xohlaydiganligini bildirdi va Hong Kong hukumati bilan o'quvchilar birlashmasi orasida suhbat o'tkazilishiga bir oliy maktab mudirining murossachilik qilganligini qayd qildi. U so'zda Hong Kong hukumatining valiy nomzodlarini xalqning saylashiga yo'l qo'ymaydiganligini yana bir qatim ta'kidladi va g'arb davlatlarida bu xil ahvolda yo'l qo'yilmaydiganligini eskartdi. Sharq Turkistonda 27 Uyg'urga o'lim jazosi berildi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda 28 iyul yakan ilishqu vaqasiga chetib turib, 27 nafar Uyg'ur fidoilarni 13 oktyabr o'limga hukm qildi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda o'tgan Ramazon oyida yuz bergan Qashqar yakandagi voqealiklarni tashkillaganlar degan bahona bilan 27 Uyg'urga o'lim jazosi berdi. Buning ichida 15 kishining o'lim jazosining 2 yil kechiktirib ijro qilinganligi bildirildi. Xitoyning Xinhua agentligida berilgan xabarda bildirilishicha, 13 oktyabr Qashqar viloyati Yakan O'rta xalq sud mahkamasi Yakan oyida 28 iyul yuz bergan va 96 kishining o'limini keltirib chiqargan Yakan Ilishqu bozoridagi voqealiklarda bu voqealiklarni tashkillagan degan jinoyat bilan tutilgan 27 kishini o'limga hukm qilgan. Buning ichida 12 kishini darhol ijro qilish, 15 kishining o'lim jazosini 2 yil kechiktirib ijro qilganligi bildirilgan. Qashqar O'rta sudi Osman Ablat, Yusuf Ablat, Juma Qodir, Mamtimin Umar qatorliq 12 Uyg'urni terrorlik tashkiloti qurish, uningga rahbarlik qilish, qasddan odam o'ldirish, qonunsiz portlatqich buyum yasash, o't qo'yish, go'ro'ga elish, xatarlik vositalarini qo'llanib, ommaviy tartibga tahdid solish qatorliq jinoyatlar bilan ayblab o'limga buyurgan. Rahmon Sadir qatorliq 15 Uyg'urga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi bergan, shundaqla Eli Tursun qatorliq 9 aylarni muddatsiz qamoqqa hukm qilgan. 20 kishiga 4 yildan 20 yilgacha muddatli qamoq jazosi bergan bo'lib, sotlash jarayonida yana 2 kishining rejim ostida ko'rsatilganligi sharti bilan qo'yib berilganligi uqtirilgan. Xitoy tajovuzchilari bu qatimli sudda birinchi sudda 58 kishiga hukm e'lon qilgan. Xabarda yana hujumchilarning Yakanda elib borgan hujumlarda 96 kishining o'lganligini, voqealikdan keyin 215 kishining tutilganlik xabarini e'lon qilgan edi. Xitoy ilgari hujumchilarning Yakanda elib borgan hujumlarda 96 kishining o'lganligini, voqealikdan keyin 215 kishining tutilganlik xabarini e'lon qilgan edi. Xitoyda berilgan xabarlarda voqealik jarayonida bu kanatdagi hujumchilarning tig' va ko'ydirg'ichi asboblar bilan davlat binolari, soqchi idoralariga hujum qilganligi, yo'ldan o'tib ketayotgan mashinalarga hujum qilganligi, voqealikdan keyin 31 dona mashinaning parchalanib, 6 mashinaning ko'ydirib o'tilganligini ilgari surgan. Xitoy doiralari bu turdagi qattiq bostirish va biriga 10 qilib ko'ptirib jinoyat ortish orqali bir tarafdan fidoilarning hayvasini yerga urmoqchi bo'lsa, yana bir tarafdan o'zlarining necha ming insonning jini va meliga zamin bo'lganligini bu xildagi yolg'on tuhmatlar bilan ko'ptirilgan xabarlar orqali voqeaning tafsilotidan xabar yo'q ko'pligan xalqimizni va dunyoni aldashga tirishmoqda va qahramon o'g'lonlarimizga ortgan jinoyatlari bilan o'zlarining bergan jazolarini yo'lliq ko'rsatmoqda. Hukm e'lon qilingandan keyin Turkiyadagi davlat axborotidan tortib nufuzli axborot vositalarida xabarlar tarqatildi. Turkiya kadrlar uyushmasi Xitoyning bu yo'lsizligini qattiq ayblab bayonot e'lon qildi. Shundaqla Turkiya parlament a'zosi Sinan Ogan apandimi Xitoyning bu tajovuzchiligini qattiq aybladi. Yana bir tarafdan Gollandiyani markaz qilgan Vakolatsiz millat va xalqlarning tashkiloti Qashqar viloyatlik o'rta sudning dushanba kuni chiqargan qarorini kishilik huquq
va inson qadr-qimmatiga qilingan zo'r buzg'unchilik deb ko'rsatdi. Xotanning Gumi nahiyasida pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. Xotanning Gumi nahiyasida 10 oktyabr juma kuni pichoqliq hujum voqeasi yuz berib, Xitoy tarafdan 6 kishi o'ldirildi va hujum elib borgan 2 fidoi oxirida Xitoylar tarafidan etib shahid qilindi. Gumi nahiyasida 10 oktyabr juma kuni pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz berib, 2 nafar fidoining soqchi va ma'muriy xodim bo'lib 6 nafar kishini o'ldirgandan keyin yakshanba kuni atiganda sezilib qilinib, soqchilar tarafidan etib etilganligi ilgari surilgan. 10 oktyabr kuni juma namozidan keyin 2 nafar fidoi bir motosiklet bilan Gumi nahiya ichidagi Chasa Meva-Chevi bozorida paydo bo'lgan. Ulardan biri motosikletdan tushib, bozorda chorlash elib berayotgan soqchi xodimi Palida kurashga pishiq tiqqan. Orqadan motosikletga takrar minigishib, Chasa bozoridan darhol uzoqlashgan. Ular Chasa bozoridan 500 metrcha uzoqlashgandan keyin yo'lda vazifa o'tayotgan yana bir yordamchi soqchini pichoq tiqib o'ldirgan. Ular bu shaklda yo'l bo'yi yolg'iz vazifa o'tayotgan soqchi va hukumat xodimlariga hujum qilgan 2 nafar fidoi shu kuni kechgacha jami 6 nafar xodimni o'ldirgan. Ma'lum bo'lishicha, bulardan 3 nafar soqchi, 3 nafari hukumat xodimi ekan. Juma kuni kechdan boshlab Gumi nahiyasida jiddiy turda umumyuzlik uy oqtirish va ko'chishlarlash elib berilgan bo'lsa-mu, bu 2 nafar fidoini topolmagan. Yakshanba kuni atigan soat 6larda bu 2 nafar fidoi Gumi nahiya bozorida takror paydo bo'lgan. Ular Sağan tekshirish punktiga yaqinlashganda soqchilar tarafidan qo'rshovga elinib, naq maydonda etib etilgan. Aqsu'dagi doktorlarning terrorlikni pash qilish to'xtamnomasini imzolashga majburlanganligi ayblandi. Xitoy tajovuzchilari atalmish terrorlikqa zarb berish siyosatlariga amdilikda asosliq vazifasi bemorlarni mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar davolash bo'lgan doktorlarni so'rab kirib, ularning obrazini xunuklashtirmoqda. 13 oktyabr Xitoyning atalmish Xinjiang xabarlar tori, Xinhua tori qatorliq hukumat tashviqot vositalarida Aqsu viloyat tavasidagi doktorxonalarda atalmish terrorlikqa va diniy oshqunlikqa zarb berish faoliyatlarining kuchaytirilganligi xabar qilindi. Ma'lum bo'lishicha, juma kuni Aqsuda ochilgan safarbarlik yig'inida sotsialistik tuzumga va kommunistik partiyaga minnatdorlik bildirib, terrorlik qilmishlarini fosh qilaylik sarlavhalik suhbat uyushtirilgan. Xitoyning Xinhua tori xabarida 10 oktyabr juma kuni Aqsudagi doktorxonalarda terrorlikqa qarshi safarbarlik yig'ini ochilib, yig'indan keyin doktorlarning terrorlikqa qarshi turish irodasini ifodalab, o'z ixtiyorligi bilan terrorlikqa zarb berish huddigarlik to'xtamnomasiga imzo qo'yganligi xabar qilindi. Xitoy buningdan bir kun burun 9 oktyabr soat 4larda 1000 ga yaqin doktorlarga lozunga tutqizib, Aqsu viloyatining sahiya sistemasining atalmish din asabiyligini tugutish maxsus faoliyatini boshlaganligini bildirgan edi. 9 oktyabrdagi bu faoliyatda Aqsu viloyatlik sahiya idorasining muavin boshlig'i Tang Aymin nurg'un din asabiyligi ideyasi davolash saqliqni saqlash bilan munosabatli bo'lg'achqa, sahiya sistemasining din asabiyligini tugutish maxsus faoliyatini qanot yedirdik. Masalan, kasal bo'lib qolganda doktorxonaga berib davolanmaslik, yotliq tuzni, g'arbcha dorilarni iste'mol qilmaslik qatorliqlarning hammasi din asabiyligi ideyasining ifodasidir. Aqsu viloyati mushundaq ideyalarni tugutish uchun viloyat bo'yicha sahiya sistemasida din asabiyligini tugutish maxsus faoliyatini qanot yedirdi. Bu faoliyat bu yil oktyabrdan boshlanib 2015-yili 3-oygacha 3 bosqichga bo'lib qanot yaydirildi dedi. Xalqaro matbuotlarda yaqindan buyon doirlarning Uyg'ur elidagi har qaysi sohalarda diniy radikallik va terrorlikqa zarb berish huddigarlik to'xtamnomasi nomida qatma-qat darajama-daraja mas'uliyat to'xtamnomasi tuzish harakati elib berayotganligi haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Navbatda Xitoy doirlarining rayondagi siyosiy norozi bo'lgan Uyg'urlarning bargancha ko'payayotgan qarishlik harakatlari doirlarni amalsiz holatga qoldirmoqda. Har qaysi maktab, idora, jamiyat, hatto yezi, kanit, mahallalarda terrorlikqa zarb berish nomida har xil tashviqot, ta'lim-tarbiya, ko'z qarash, maydonini ifodalash, huddigarlik to'xtamnomasi tuzish qatorliq faoliyatlar ko'paymoqda. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilari Xitoy doirlarining rayonda elib berayotgan terrorlikqa va diniy oshqunlikqa zarb berish nomidagi harakatlarining aksicha unum berib, rayon vaziyatini texmo qatmanlashtirib etadiganligini ilgari surmoqda. Biz bu vaqtda İstanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan maxsus suhbat elib bordik. Suhbatning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olishinglarni umid qilamiz. Mesela biz şunun için bugün Şarkı Türkistan halkı ve Müslümanlar için ızdırap, korkunç, muşun balam muyunu kımmagan bolsa, mu cemiyeti mu şiş yüz vermeyeceğim bolsa, dep yüzünün aile balçaklarını eyiplaştığın ibaret,
Evet, balın tek ziyan tartın. Enandan kim pişman kılın. Önündeki ki aile ziyan tart. Koş ziyan tartışını ibaret. Bu ziyankarlıktan saklanıp biz her bir nesik Allah'ını hamd eytilgan, Allah'a şükür kılıdgan, Allah'ın yardım ve mağfiret talep kılıdgan bu manevi baylıklı çoğu. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.